O'zidan aka Spark Porsche ishining damasga tayyor bo'ldi. Qizaloq qilib video olamizmi? O'zim ham shuni o'ylab turuvdim. Yo'q, hormali usta kelar. Ya, Muhiddin. Ya, charchaymsizlarmi aka? Maza yaxshi. Nima gap? Maza yaxshi. Yo'q, Honda usti nima u? Hammasi Damas motorlar, kolleksiya bo'lib ketibdi-yu. Bular hammasi Spark Porsche'ga shilingan Damas motorlar bular. Ya, hammasimi aka? Meniki ham tayyor bo'ldimi? Men ham Spark Porsche'ga Damas motor tashagandim. Motorini qo'yib tur. Bugun prosta anjoli bratanlar aktiv yo'rg'irishdi. Nima qilishdi? 5 ta Damas motor turibdi Spark 1.5 lik Porsche'ga. Bulardan 4 tasi andijonlik okalarniki. Ya, gapi yo'q lekin qo'yil. Aka, bu motorlar haqiqatdan hammasi Spark Porsche'ga qilinganmi? Shunchaki terib qo'yganmi? Qarab tur. To'g'ri savol berdi. Negativ bo'lishi ham mumkin edi video uchun deb. Lekin hammasi mana realniy Spark Porsche'ga shilingan, qurib turibsa. Gapi yo'q. Ani motor ham menimcha shunaqa terilgan shekilli, ha? Bitta taklif bor, qara, seni ichida motoring ham tayyor. Ko'pchilik Spark Porsche'li motor necha pul bilan chiqib ketish qiziqdi. Savol berishdi, kommentariyada ham yozishdi. Yurg'izgandagi narxi bilan qo'yib bera olamizmi? Albatta aka, qo'yib beramiz narxi bilan. Avvalo bizga obuna bo'lib, shu videomizni kommentariyasiga narx so'zini yoki xohlagan so'zlarni yozib qoldirishsa, biz motor yurgandagi ishlash holatini va narxini albatta qo'yib beramiz. Bizda o'zimiz servisimizdan ikkita motor tiritganmiz. Bittasiniki, ikkita meniki. Uchtasini xudo xolasa yurgandagi tafovutini ham ko'ramiz, narxi bilan qo'yib beramiz. Albatta aka, qo'yib beramiz. Videoga like bo'lsa, Damas bor yaqinlarga jo'natib turasizlar va bizni sahifamizga obuna bo'lib qo'yish esinglardan chiqmaysa, birinchilardan bo'lib yurgan holatini ko'rasizlar.